Assalomu alaykum. Mana Gazion 24 kanalining obunachilari, sizlarga mana bitta molni sovg'a ko'rsataman hozir. Bu turibdi-yu bu. Sal tepargan. Mana ko'p emas ekan, mana suti so'ragan yaxshi ekan. Ko'rishi mana. Yaxshi. Sog'diryapti mana. Sal oyog'ini ko'tararkan-da bu. Ko'p emas. Ko'p emas. Sal ko'tarar. Bashar ekan. Kepish mumkin ekan, mabodo. Ko'p bo'lmasa agar. Alda sog'ish kerak ekan. Yaxshi gapmi? Tiniq. Hatta yorug' tushyapti. Ondan bitta sog'ib ko'raylikmi? Yana bu tomondan, ha? Hozir mashturishda hozir chalta qilib bitta baylab sog'ib ko'raman. Tepishni bir ko'rasizlar hozir. Hech qanday to'payimga chiqib qo'yamizmi, maroqdorniki. Chiqib olmasa, Kengaygandan oldi-yu. ha? Oldi kengaygan. Tepaga ko'tarib, boshini tepaga ko'tarib aylash. Ha, bunga deysizmi? Ha, haqiqatan. Vaqt ekan. Shoqiga yo'qdi-yu. Shoqiga ham tushmagan ekanda. Chiqib ketmasa bularniki. Tortib ko'raman. Bunaqasiga ham bitta, o'rtadan bitta bunday pastga tortdi. Mashturishdami? Ha. O'xshamadim? Bu tarafga surish kerak. Mana baylashda agar kimdir uyida mana shunaqa temir bo'lsa, misol oldida temir bo'lsa zo'r bo'ladi. Yog'och bo'lsa endi sindirib yuborishi mumkin, boshqa bo'lishi mumkin. Shunday qilib baylaysizlar uni. Qarab qo'ysalar ham bo'ldi, turaveradi. Mashturishda hozir bitta sog'ib ko'rsataman. Hozir baylagan holatda ancha-muncha mol mana shunaqa baylangan holatda teg turadi. Bu molni ko'ramiz, qani. Ha, teg turibdi mana. Kimki shunaqa qilib chalta qilib baylasa mola to'ta tepishdan qoladi mana. Tepayotgan mol tepmay qoldi, ha. Lekin bunga garantiya yo'q, tepish mumkin. Bilib bo'lmaydi. Nariga yo'qdan tepgan.
Mana tek oldimi? Bezi bo'lmaydi. Chalta qilib baylasa tep turadi ba'zi mollar, lekin bunga o'xshagan mollar tep qo'yishi mumkin. Endi bir antibirik vosita qo'yib ko'rsatamiz. Razmeri yo'q deganlarga mana bu gagi bo'ldi emas. Baquvvat bu temir, bu alyumin emas. Kinokasi bo'ldi. Mana 1 2 3 4 5 ta. Bu yerda ham mana 1 2 3 4 5 ta. Uchlama rezinka bo'ladi. Plastmassa bo'lmaydi. Chiqarishda ko'pchilik bilmayapti. Mana o'ng soniga mana aytiga qo'yadi-da, qo'ygandan keyin chap qo'li bilan uni ushlab turib, ezadi, ezgandan keyin buraydi uni. Ko'pchilik nima qiladi? Uni ezib turib tortadi. Tortmaydi uni, bunday qiyshaytiradi. Qiyshaytirib mana hozir 5 ga qo'yib ko'rsataydi. Yallan sementalga tushadi oqli. Mashturishi endi bu molga misol ko'rsatamiz mana katta. Mashturishi 65-70 million molga tushaveradi 2026-yil hozir. 70 million molgacha tushadi mashturishi. Bu kichirattiraman bir ko'rsataman. Mash holati mana primerda endi 9-10 million molga tushaveradi. 26-yilda mana. Hozir bu molga bir tomonni 3 ga qo'ydim. Bir tomonni mana birda turib bitta qo'yib ko'raychi agar tushsa. Mana mana molga razmeri mana bir taraf mana 3 ta 4 da turibdi ekan. Buni 3 ga qo'yamiz. 3 ga qo'ydik, bu yog'ini mana ya birda turibdi. Qo'yishda mana, qo'yishda yomon mol bo'lsa tep qo'yish mumkin. Mana qo'yishda ko'pchilik bunday qilib boradi-da. Uni mana uzoqdan turib, u pardaga mana qo'yib turib, mana tortadi o'ziga qarab. Tipirchilikda boshqa bo'ladi, teg qoladi, jim qoladi. Jim qo'ygandan keyin sekin-asta tepaga mana ko'tarilyapti, mana qo'lim bilan ko'tarib, chap qo'l bilan mana do'ng'izaga qo'yib mana ikkita suvayda orqasiga mana, belga emas. Orqaga qo'yib turib, sekin-asta qo'yib qo'yiladi mana. Qo'yildi. Men paqirda berasiz bitta ko'rsataman. Antabrayda boshida quyi ekan paytda liboy mol ko'nikish jicha qiyin bo'ladi, jonivor edi chunki. Shu moslashkingacha 2 kun deyapti. Surxondaryodan bitta tog'a telefon qildi. 2 kunda dedi. Sivor mana endi. 2 kunda dedi moslashib qoladi dedi. Ta qo'qqon mollar siyib chiqib qoladi. Buni qo'yishdan maqsad o'zi uchun straxovka, asha tepmasligi uchun endi bu. To'g'ri. Ko'pchilik aytadi, umrim davomida deydi. Stol qo'yib deydi, ko'tun tagiga stol qo'yib solmaganman deydi. Ko'tun tagiga stol qo'yib solsa ham o'ralib o'tirib mana bemalol-da endi. Endi ba'zi bir odamlar misol yomonligidan tikka turib mana shunaqa qilib qiynalib so'g'adi-da. Qo'qqanidan-da, buni u tagiga misol o'tirsa ham bo'laveradi. Zato tepalmaydi, nariga oyog'i ishlaydi uni. Mana o'ng oyog'i ishlaydi. O'ng tomondan qo'ysa ham bo'laveradi. Boshqa videolarda ham ko'rsatilgan, o'ng tarafga ham qo'yib soqqan videomiz bor. O'ng tarafga ham qo'yasiz. Qaysi tomonga qo'yildiki bu, ash tomon tepmaydi.
15 minutda ona oyoq uyushadi. 15 minutda uni olib tashlash kerak. 15 minutda. Oyoq uyushib, yiqilishi mumkin. 15 minutgacha endi sovuqdan olgan, sovib qo'yadi. Bizga o'xshagan sovib olmaydi. Yedirmadik ham endi. Bolasi bor ekan. Telefon qilayotganda, telefon qilgandan keyin o'sha effekt berami demanglar, iltimos. Effekt berami degan odam juda yomon ko'rinyapti. Effekt berami demasalaring bo'ldi. Mana videoni ko'ringlar, Yazion 24 Yozyapon 24 yozsalaring chiqadi. Yo antibrik deylar, antibrik, sigir tepsa, shuni yozsalaring chiqadi. 2573 telefon nomerim. Ko'pchilik sizlar firibgardirsizlar, sizlarga kartadan pul o'tkazsak, aldab ketsangizchi deydi. Ofitsialniy chiqadi, tez pochtadan. Shunaqa. Olamiz endi buni. Taqdirda qo'yib. Olib sotamiz. Qo'yishda ko'rdinglar mana. Ko'pchilik mana bunday qilib boradi-da, qo'qib boradi bunday qilib. Uzoqdan turib, misol tepmasligi uchun mana pardasiga bunday qilib qo'yiladi. Qo'yilgandan keyin sekin-yana mana ko'tarish kerak xolos. Bu parda bor-ku, ko'tarilish kerak. Ba'zi odamlar hali nimaga tepmay qoladi, bu oyoq nimaga ishlamay qoladi desa, bu parda bor-ku, mana cho'zilyapti mana. Poy tomir, qon tomir xullas poyda endi terida. Teringga somon tiqamaydi, ashan singari bu teri mana. Teridan mahkam ushlab turib, ba'zi bir odamlarga-da teridan mahkam ushlab turib, mana shu joyidan ushlab turib, tepaga qarab mana shuni ko'taring-da. Rosa qattiq ko'targaningizda bu antibrika misol qo'yiladi, qo'yilgandan keyin tepaga ko'tariladi. Shunday qilib ko'targaningizda mol tapa oyog'ingizda yiqilib tushadi. Qattiq ko'tarsangiz. Nomiga mana shuni ushlab tursangiz tetmaydi. Lekin bitta odam mahkam ushlab turadi, endi ayoli bo'lsa, ayoli sog' bo'ladi. Qachonki endi antibrik zakaz qilmasa-da endi. Endi antibrik bo'lsa bu zamonaviy narsa. Misol kishi o'qilib o'tirilmaydi. Antibrikni qo'yadi mana. Sovuqradi. Ko'pchilik yana tortadi, tortganda mana antibrik qo'yaman deydi. Bu domg'azasi bor-ku menga. Balki tiraydi buni. Tiraganda mol qochadi. Mana shuga tiramanglar iltimos. Ushlab turib, qo'lingiz bilan ushlab, basmallar bilan mana sekingina o'tkazib qo'yiladi mana. Ko'ryapsizlarmi mana? Shunday qilib o'tkazib qo'yiladi. Bo'ldi. Ya, rezinka ichida mana bu tomonda rezinka. Bemalol o'tirib sog'laveradi. Ikki qo'llarmi, bir qo'llarmi xullas. Yerga sog'oryapman. Kimgadir yoqqan bo'lsa, bittadan like bosib qo'yasizlar, kommentariyada yozib qo'yasizlar. Kimda shunaqa tepkir mol bor, kimga effekt bergan, kimga effekt bermagan. Bittadan kommentariy yozib qo'yinglar. Bo'ldi, video tugal. Mana shu molimizga komfortniy mana, komfortniy masla deydi. Komfortniy masla mana surkab, sog'ib, idishi dahshat bo'lib ishib ketgan ekan, qizib, isitma chiqaradi-da. Idish ishib ketgandan keyin sog'ish kerak. Agar sog'masangiz, shunaqa kasal bo'lib masla. Bu mol deydi tepadi, tuqqandan keyin обязательно tepadi. O'sha bo'g'ozligida antibrik yopib qo'yadi shular, jizzaxliklar. Agar mobodo tuqqandan keyin antibrik oqtarib bo'lsalaring, mana shu 2573 men nomerim. Biz Farg'ona Yaziondanmiz, murojaat qilaverasizlar. Antibrikni dastlabki qilib chiqarib beramiz. Uzog'im zakaz qilgan kuningizdan boshlab uzog'i O'zbekiston bo'ylab 3 kunda yetib boradi. Zakaz qilgan kundan vodiy bo'ylab mol sog'ish yoki bo'lmasa moli kasal sotmoqchi bo'lsa bizga murojaat qilsin. Agar molim kasal shuni komfortniy masla surkab bir sog'ib, idishini bo'shatib beringlar desalaring, nomerimizni qo'yib qo'yamiz. Telefon qilaverasizlar, aloqaga chiqaverasizlar. Biz Farg'ona Yaziondanmiz. Telefon qilganlaringda iltimos siz qayerdansiz deb so'ramanglar. Biz vodiydan, Farg'ona Yaziondan. Videoda har doim Yazion deymiz. Yazion 24 kanalning nomi ham YouTube'da. Yazion 24 Farg'ona Yaziondanmiz.